Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz oyoq og'riqi haqida suhbatlashamiz. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizga shunaqa bemorlar murojaat qiladi. Mani oyog'im og'riydi. Ko'proq tizzadan, to'piqdan muammo bo'ladi, kuymishdan. Og'riydi, qayta davolanmagan lechinam qolmadi, davolanmagan joyim qolmadi degan bemorlar ko'plab uchraydi. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda tabiiy giyohlari, malham siroplari yordamida har qanday oyoq og'rig'iga ham shifosi bor. Bemalol kelib lechini olishlaringizni tavsiya qilaman. Mana oyoq og'riq o'zi kelib chiqish natijalari shamollashdan bo'ladi. Qandli diabet, sahr bo'lsa bo'ladi bunaqa og'riqlar va shamollab duz yig'ilsa shunaqa holatlar bo'ladi. Ko'proq tizzadan murojaat qiladilar bemorlarimiz. Birinchi, ikkinchi u to'piqdan, keyin uchinchi kuymishdan uchinchi turadi. Shunaqa bemorlar ko'plab uchraydi. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda tabiiy giyohlari, malham siroplari yordamida shifosi bor deb tavsiya qilaman. Bemalol kelib lechini olib sog'ayishlaringiz mumkin. Qayta davolanishga umuman hojat qolmaydi. 3 sutkadan keyin sekin yaxshilashishni boshlaydi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar.